Assalamu alaykum qarindoshlar. Hozirgi vaqtinizlar xayrli bo'lsin. Bu kanalni yangidan ko'rayotganlarga bir tanishtirib o'tsam, bu kanalda asosligi bolalar tarbiyasi, o'rganish usuli qatorliq temalardagi bizga foydali ilmiy maqolalar va kitoblar inglizcha va yaponchadan tarjima qilinib, qisqacha mazmuni tushuntirildi. Qiziqsangiz, mushtariy bo'lishingizni, kanalimdagi boshqa mazmunlarni ko'rib beqishingizni tavsiya qilaman. Hayotingizda qaysi narsani oldin qo'yib yashayapsiz? Bu savolga qiziqsangiz, diqqatingiz tuvandagi tadqiqot mazmunida bo'lsin. Tadqiqotchilar kishilarning qaysi narsani oldin qo'yganda o'zini xushal his qiladiganligiga qiziqib, nurg'unlagan tadqiqotlarni ilib borgan ekan. Bugun shularning ichidagi bir maqolani tunishtirmoqchi. Bu maqola Kaliforniya universitetidagi professorlarning tadqiqoti ekan. Bu tadqiqot asosligi pul bilan vaqtning qaysini tanlagan kishilar xushalroq yashaydi degan temada ilib berilibdi. Nurg'unlagan kishilar pul bilan vaqtning har ikkilisi xushallik ilib keladigan ham kam uchraydigan manba deb qaraydi. Lekin ko'proq pulingiz bo'lishini xohlamsiz yoki jiqroq vaqtingiz bo'lishini? Bu ikkisining qaysini oldin qo'yish bilan xushal yashashning munosabati bormidi? Dal mush munosabatni aniqlash uchun 4415 har ayoldan pulga munosabatlik har xil anket yig'ib, ularning pul bilan vaqtning qaysini muhim ko'rganligi hamda ularning xushallik darajasini analiz qilgan. Natijada 64% kishi vaqtdan bekroq pulni afzal o'rin qo'ygan. Lekin vaqtni muhim o'rin qo'ygan kishilarning o'zini bekroq xushal his qilganligi isbotlangan. Albatta, kishilar vaqt va pulning har ikkilisiga muhtoj, lekin har ikkilisiga tangli erishish nihoyat tez. Biz hayotimizda nurg'unlagan tanlashlarga yo'liqamiz. Masalan, pul sal jiqroq ketsimi, bevosita tushadigan aeroplanning biletini olish kerakmi? Yoki arzonroq jiq vaqt keladigan biletni olish kerakmi? Degandek. Albatta, bu deganlik puldan vaqt afzal yoki pul bo'lmasmi bo'ladi deganlik emas. Albatta turmushimizga yetarli pul lozim. Amerikalik Kahneman and Deaton degan kishilarning 2010-yildagi tadqiqotida $75,000 yillik kirim kunlik turmushidagi xushallikqa yetarli. Ya'ni shunchalik kirimgacha pul bilan kunlik xushallik munosabati mangdu deb natija chiqargan. Bu Amerikadan tadqiqot natijasi bo'lg'achqa, bu kirimni Amerikaning turmush saviyasida deb o'ylasangiz bo'ladi. Yana bir ma'noda aytganda, uningda ko'proq pulingiz bo'lsin-u, xushalligingiz bilan pul munosabatda bo'lish natayin demakchi. Keyin fursat bo'lsa bu maqola bilan tanishib o'tamiz. Bu yerda meningcha sizni hamma narsani tashlab vaqtni chang tuting degan gap bo'lmasdan, vaqtni chang tutsangiz, boshqa ishlar shunga mos holda o'ngishmadi demakchi ekan. Endi balkim bundaq tanlashni faqat shu turmush holliq saviyaga yetgan kishilarla shuna qila oladi deb o'ylashingiz mumkin. Lekin bular yana nihoyat qiziqarli yana bir ahvolni analiz qilgan. Ya'ni vaqtimi yo'q, pulimi yo'q kishilarni mo'ljalashtirma qilib, shu kishilardan o'xshash savol so'ragan. Hamda ulardan o'xshash natijaga erishgan. Ya'ni vaqti ozgina bo'lsa-mu, shu vaqtni oldin qo'ygan kishilarningki xushallik, baxt tuyg'usi yuqori bo'lgan. Bu maqolda yana vaqtning muhimlik darajasini tuvanga qo'ygan siri vaqtni arzimas ishlar uchun ishlatadigan yo'nalishda bo'lganligi ko'rsatilgan. Masalan, elektronlik o'yinga berilish, tamaki chekish, necha soatlab televizor ko'rish degandek. Vaqtni oldin qo'yganning yana bir nihoyat cho'ng foydasi bor ekan. Ya'ni vaqtni oldin qo'yganda kishilarning texmo aktiv ruhiy holatda bo'lganligi isbotlangan. Bu tadqiqot orqali iqtisodiy turmushi yaxshi kishilarmi, iqtisodiy nachar kishilarmi vaqtni muhim o'rin qo'yganda xushalroq yashaydi deb xulosa chiqargan. Oxirida o'zimning shaxsiy o'ylaganlarimni qo'shib o'tsam, bu maqolani shaxsan men nihoyat yaxshi ko'rdim. Bizga aktiv energiya ilib keladigan maqolga deb o'yladim. Bizning tanishmalarimiz vaqtning puldan muhimligini burunla his qilgan.
Yana bizda vaqt oltinning qimmat degandek maqol tamsillarimiz nihoyat ko'p. Meningcha, puldan vaqtning qimmatli bo'lishiga yana bir cho'ng sabab pulning cheki yo'q, vaqtning cheki bor. Qancha million pul topaman desangizmi, topa olishingiz mumkin. Lekin vaqtni puldek bankaga solib, saqlab qo'ygan bo'lmaydi. U biz tug'ilgan vaqtdan boshlab izchil ozlash yo'nalishiga qarab mangdi. Bu dunyoda faqat va faqat vaqtla bizga teng taqsim qilingan. Shunga aşı oltindan qimmat vaqtimni men uchun qimmatli kishilar bilan o'tkazishning naqadar muhimligini his qildim. Biz uchun qimmatli vaqtni ajratgan shu kishilarni qadrlaylik qarindoshlarim. Hamsi bugun mush yergacha bo'lsin. Agar yoqtirgan bo'lsangiz, bosh barmoq belgisini besib qo'llab qo'ying. Vaqtimni teg'imchang tutib, yana bir maqolani ortiq o'qib qolsam ajab emas. Hammanglarga rahmat.